ORV, ya'ni o'tkir respirator virusli kasallik. Hozirgi kunda juda ko'plab homiladorlar ushbu kasallik belgilari bilan murojaat qilishmoqda. Agar sizda quyidagi 3 holat kuzatilsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Birinchisi, tana haroratining ko'tarilishi. Tana haroratining 38 gradusgacha ko'tarilib, kun davomida ushbu haroratni tushira olmaslik juda ko'plab asoratlarga, ayniqsa homila gipoksiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, nafas olishning qiyinlashuvi. Homiladorlik davrida tabiiy ravishda homiladorlarda nafas olishda qiyinlashuv kuzatilishi mumkin, lekin ORV kasalligi bilan kasallangan holatda nafas olish qiyinlashuvi qo'shilsa, bu o'pkaning zotiljam, ya'ni pnevmoniya kasalligi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, doimiy holsizlik, bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashuvi. Ushbu belgilar eng og'ir asoratlardan biri intoksikatsiya belgilari bo'lishi mumkin. Aziz homiladorlar, ORV kasalliklari belgilari paydo bo'lgan holatda hech qachon o'zboshimchalik bilan uyda davrona ko'rmang. Albatta shifokorga murojaat qiling, chunki siz nafaqat o'zingiz, balki bo'lajak farzandingiz uchun ham mas'uldirsiz.